Buni bandalar tushunishi kerak. Ming afsuski, musulmon olamida bugun rizq Allohdandir degan shior unutilib boryapti. Rizq Allohdan ekanligini nihoyatda yaxshi tushunib yetishimiz kerak. Va o'sha rizqni Alloh taqvodor bandalariga berishini ham anglab yetishimiz kerak. Alloh taolo o'zi marhamat qilib qo'ygan Qur'oni Karimda. Auzubillahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh taolo unga qiyinchiliklardan chiqadigan yo'lni to'g'rilab beradi va o'zi, ya'ni bandaning o'zi o'ylamagan tarafidan rizq beradi. Banda halok bo'lib yuribdi u yoq bu yoqdan, lekin uni o'ylamagan tarafidan Xudo rizqini berib qo'yadi. Agar taqvodor bo'lsa,